O'ylashimcha hozir Barselona bo'lsa kerak deb o'ylayman, chunki formasi ancha yaxshi ketyapti. Lekin yaxshi intriga Real ham qilib beradi deb o'ylayman men. Angliya Premyer Ligasida Angliyada juda ham xohlardim City olishini, lekin qiyin bo'ladi Cityga aniq, chunki Arsenal bu yil o'tgan yilgi xatosini qaytarmaslik uchun boricha harakat qilyapti. sizga ancha yaqin bo'lgan Italiya seriyasi. Italiyada hozir oxirgi o'yinlarda o'sha Juventus bilan Inter juda ham yaxshi o'yin ko'rsatyapti, aynan o'shaning uchun Juventus olish mumkin. Germaniya Bundesligasi. Germaniyada Bavariya, Fransiyada PSG. O'zbekistondacha O'zbekistonda endi bilmayman. Uni hamma joyda aytishim mumkin O'zbekistonda. kuzatib boryapsiz lekin hozir transferlar Bu yil